Payariq tumani Polvonariq mahallasida 40 sotixlik hovli sotuvga qo'yildi. Bu safargi video shu haqida bo'ladi. Hovlini manzili haqida kengroq ma'lumot beradigan bo'lsak, bu yer Obolimdagi g'isht zavodga yaqin joylashgan. Hovli boya aytib o'tganimiz kabi umumiy 40 sotix maydonga ega. Bu yerda yashash uchun mo'ljallangan 4 ta xona qurilgan, ikkitasini ta'miri yakuniga yetkazilgan, ikkitasini ta'miri yakuniga yetkazilmagan. Endi esa sizlar bilan xonalarni ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Birinchi ikkita xonamiz yashash uchun tayyor holatda. Bu yer ichma-ich hisoblanadi. O'lchamlari esa katta xonaning o'lchamlari 7 metrga 4 metrni, ichkari xona esa 4 metrga 5 metrni tashkil etadi. Endi esa keyingi xonalarni ko'rib o'tamiz. Hovlidagi ta'mir yakuniga yetkazilmagan yana ikkita xonamiz. O'lchamlari birinchisiniki 4 metrga 8 metrni, ikkinchi xona esa 3,5 metrga 3 metrni tashkil etadi. Hujjatlari joy-joyida bo'lgan ushbu 40 sotixlik xonadonning narxini 35 ming dollar kelishtirib beradigan joyi bor deb aytib o'tishyapti egalari. Agar sizga hovlini manzili o'zi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zlaringizga ma'qul narxni aytib savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha mana shu yerlik tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.